Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qo'rquv, vahima, xavotir, ichki bezovtalanish to'g'risida gaplashamiz. Endi hech kimga sir emas, dunyo miqyosida kichkina psixologik o'zgarishdan boshlab psixologik kasallikgacha juda ortib boryapti, ko'payib boryapti. Endi hozirgi тревожное расстройство, ya'ni qo'rquv, vahima, xavotir holatida inson o'ziga qanaqa yordam bersa bo'ladi, xalq tilida aytganda bundan qanaqa chiqib ketsa bo'ladi va buni qanaqa hal qilsa bo'ladi. Mana shu to'g'risida gaplashamiz. Endi inson тревожное расстройство holatida juda qiynalib ketadi. Mani ko'rayotgan insonlarni mana hozir ko'plarida qo'rquv, vahima holatlari bor. Bundan xalq tilida aytganda chiqa olmayapti. Aslida bu chiqish deyilmaydi, hal qilish deyiladi. Hal bo'lmayapti bu narsa, juda ko'p bezovtalanish beryapti, kimnidir boshi og'riydi, boshi aylanadi, tomog'iga tinmay narsa tiqilishi mumkin, shunaqa his bo'lishi mumkin, yurak tinmay tez urib ketishi mumkin, qattiq urishi mumkin, sekin urishi mumkin, ichinglarda qanaqadir o'zgarishlar bo'lishi mumkin va boshqa holatlar ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Nimagaki insonni psixikasi stressga har xil reaksiya beradi. O'sha aytganimdek, hammaga har xil ta'sir qiladi bezovtalanish. U bir xilga o'xshashi mumkin. Lekin baribir ikkita insonda ham bir xilga o'xshagani bilan bir xil emas baribir. Har xil bo'ladi. Aytamaku, insonni psixikasi individual, u stressni har xil qabul qiladi. O'shaning uchun bu har bir insonga har xil ta'sir qiladi. Endi shu holatdan aziyat chekyapmiz, qiynalyapmiz, uni hal qila olmayapmiz. Sразу gapimni boshlashdan oldin aytib qo'yaman, hal qilishni bilmasligimiz bu normal holat. Nimaga? Chunki bog'chada hech kim bizga o'rgatmagan, eski til bilan aytganda, nevroz bo'lsang, mana bunaqa qilgin kelajakdasan. Bunaqa qilgin deb hech kim o'rgatmagan. Maktabda ham hech kim o'rgatmagan bizga. To'g'rimi? O'qishlarda ham hech kim o'rgatmagan. Yo'q, qani qo'shnimiz, qarindoshlar bizga o'rgatmagan. Bu normal holat, bizani bilmayotganimiz. Bu normal holat. Buni ko'p vahima insonlar o'ziga noto'g'ri tushuntirar ekanda, o'zini urishar ekan, juda ko'p urishadi. Eng dunyodagi yomon gaplarni gapirar ekan o'ziga. Og'izda emas, ichida. Voy, qara, ana yuribsan, yura olmaysan. Ana avtobusga chiqdi, sen chiqa olmaysan. Odamlarning ichida to'yga kiryapsan, kira olmaysan. Unaqa qilyapti, sen qila olmaysan. Sendan 20 yosh kichkina, 10 yosh shundan battarsan, yomonsan, boshqasan deb avtoagressiya hosil qilar ekan. Mana shu odatinglarni to'xtatinglar. Bu umuman befoyda ish. Umuman befoyda. Sizga umuman foydasi yo'q, o'zingizga yomon gapirganingizni, o'zingizni urishganingiz hech qanaqa foydasi yo'q sizga bu holatda. Nimagaki bu normal holat, siz bilmayotganingiz. Shuning uchun mabodo shunaqa insonlar bo'lsa, hozirdan to'xtatamiz bu narsani. Xo'p, endi bilmayapmiz bu narsani nima qilishni. Bu holatda qanaqa hal qilsa bo'ladi? Eng o'zimni yaxshi ko'rgan maslahatim, juda ham ko'p foyda ko'rganman bu maslahatdan o'zim ham. Inson butun mas'uliyatini, hayotini bor-ku, mana hayotini, sog'lig'ini, psixologik holatini, o'zgarishini, butun mas'uliyatini o'zini qo'liga, ya'ni o'zini bo'yniga olish bilan boshlanish kerak. Hozirgi har bir hayotimizdagi bo'layotgan holatda mas'uliyati o'zimiz bo'ynimizda. O'zimizda mas'uliyat. U psixologik holatimizda ham mas'uliyati o'zimizda bo'lishi kerak. O'zi bo'lyapti degan fikrlardan uzoqroq bo'lishimiz kerak. Mas'uliyatni bo'yniga olgan, o'zini holatini o'zini qo'liga olgan odam nima foyda ekan xo'p bundan? Qanaqa? Bu inson o'sha nimaga degan savollar berishni boshlar ekan. Nimaga menda qo'rquv bor? Nimaga menda bu qo'rquv bor? Nimaga bu qo'rquv menda panik reaksiya olib kelyapti? Nimaga menda qanaqadir psixosomatический o'zgarishlar paydo qilyapti bu qo'rquv? Nimaga deyishni boshlab, o'zini ustida ishlash boshlanar ekan. Lekin mas'uliyati yo'q odam o'zi bo'lyapti bu qo'rquv. Men qo'rqmayapman, Bahodir, men qo'rqmayman, o'zi bo'ladi bu. Yoki men qo'rqmayman, miyamda o'zi qanaqadir qo'rquv fikrlar keladi. Keyin menda badanimda qanaqadir reaksiyalar bo'ladi. Men yana o'sha qo'rqmayman, lekin u yoqqa boraman, bu yoqqa boraman, unaqa ish qilaman, bunaqa ish qilaman deb, qisqasi mas'uliyatdan qochar ekan, o'zidan qochar ekan bu inson.
Mana bu mas'uliyatni bo'yniga olmagan inson juda qiynalar ekan bu narsada. Mas'uliyatni endi bo'yniga olgan odam nimaga degan savollar berishni boshlar ekan o'ziga. Nimaga menda bu qo'rquv bor? Nimaga? Menda qayerdan paydo bo'lib qoldi bu qo'rquv? Mani holatim nimadan iborat? Men qanaqa fikrlab yashayapman? Hozirgi yashash tarzim qanaqa mani? Nimaga men bu qo'rquvlarni olib yuribman o'zim bilan deb уже oldingi eski yo'nalish bilan aytganda psixologik blok deyilgan, hozir psixologik protsess deyiladi bu. O'sha psixologik protsess, ya'ni psixologik bloklar bilan ishlashni boshlayotgan. Mana masalan, men o'zim, men Bahodirman. Men mas'uliyatsiz bo'lsam, mana hozir o'tiribman, menda qo'rquv bo'lyapti. Qo'rquv bo'lyapti. Bilasizlar o'zingizlar qanaqa kelishini qo'rquvni, juda shiddatli keladi qo'rquv. Ayniqsa panik reaksiyalar bilan, ya'ni panический atakalar bilan bo'lsa, juda shiddatli keladi qo'rquv. Mana o'tiribman, hozir menda qizish bo'lyapti, qo'rquv bo'lyapti. Masalan, yuragim tez urib ketyapti, g'alati his-tuyg'ular bo'lyapti, miyamda kognitivniy ошибкалар bo'lyapti. Jinni bo'lib qolsam kerak, o'lib qolsam kerak, dumalab tushsam kerak, boshqa уже boshlanyapti. Men o'zi bo'lyapti deyman bu holatda. O'zi bo'lyapti deyman. O'zi bo'lyapti. Men даже o'zim bilan ham qiziqmayman. O'zi bo'lyapti deyman. Chidab o'tiraman, yig'layman, boshqa qilaman, o'zimni yerga uraman, o'zimni xo'rlayman. Yana bo'lyapti, hech kimda yo'q, boshqa menda bor, men aqldan ozganman deyman-dek o'tiraveraman. Lekin mas'uliyat meni bo'ynimda bo'lsa, trigger, meni yoqqan, vahimani yoqayotgan stimulni qidirishni boshlayman. To'xta, men o'tiruvdim. Nimaga bu narsa menda sodir bo'lyapti? Men qanaqa fikrladim hozir? Nima yoqmadi menga? Qaysi holat trigger, ya'ni stimul? Qaysi holat menda bu holatni yoqyapti? Nima yoqmayapti menga? Nimadir holat yoqmayaptiki, menda bu holat bo'lyapti deb men o'zimga qiziqish. Mana bu исцелениyaga olib keladi. Oxiri borib ozodlikka olib keladi. Inson mana shu ishlash, mana shunday fikrlash doirasida ketsa, u oxiri o'zini vahimasini bartaraf qilish yo'llarini topadi. O'zidagi vahima stimullarini, vahima reaksiyalarini topadi o'zi qidirib. O'zi bilan ishlagan inson. O'ziga nima yoqmayotganini, nima yoqishini o'zini anglashni boshlaydi. Осознанность, ya'ni осознавать qiladi muammolarni, o'sha o'zidagi bo'layotgan muammolarni. Bu уже yutuq hisoblanadi insonda. O'sha aytganimdek, men bilmayman, o'zi bo'ladi degan inson juda qiynalib qoladi. O'shaning uchun iltimos, shunaqa insonlar bo'lsa, mas'uliyatni bo'yniga olishni boshlaydi. O'zinglarni ustingizda ishlashni boshlaydi. O'zini ustida ishlash doirasida yana qanaqa yengilliklar bor? Xo'p, bildik, mana o'zini ustida ishlash kerak ekan. Mas'uliyatni bo'yniga olish kerak ekan. Xo'p, yana qanaqa ichida o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Mana yengilroq nimalar bor? Mana shularni ozgina ko'rsatib bering deyishingiz mumkin. Men yana sizlarga oson bo'lishi uchun inson o'zini ustida ishlash doirasida o'zi bilan qiziqish, ya'ni ichki prosesslari bilan, eski til bilan aytganda ichki bloklari bilan qiziqish jarayonida o'zidan qochish kerak emas, chestniy bo'lish kerak. Ya'ni halollik bo'lish kerak o'zi bilan ishlash jarayonida. Bekinish, o'zidan qochish, qo'rqish bo'lish kerak emas, ha? Men Bahodirman. Men onkologiyadan qo'rqaman. Qo'rqqanim uchun men onkologiyani fikrini eshitsam, menda tanamda g'alati his-tuyg'ular bo'ladi. Yoki men Bahodirman, men o'limdan qo'rqaman, juda qattiq qo'rqaman. Hatto qo'shni narigi mahalla, bir 10 kilometr nariyoqdagi bir insonni o'lganini eshitsam, menda o'sha mazam bo'lmaydi. Nimaga? Men o'zimni juda ham qattiq qo'rqitaman o'limdan. Men o'lib qolishim kerak emas deb o'ylayman. Mana shu halollik bo'ladi inson, o'zidan qochmaslik bo'ladi. O'zidan qochadigan inson yana ozgina o'ziga kirib qochib ketaveradi o'zidan-da, ya'ni sal voy, mana shunaqa xabar eshitdim, menda yomon bo'lyapti. Yo'q, bunaqa fikrlarni to'xtatib, inson o'zidan qochish kerak emas. Ya'ni hozirgi o'zini ochish uchun o'zidan qochmaslik kerak. Menda masalan shu qo'rquvlar bor. Men shundan qo'rqaman. Shu fikri eshitsam, menda tanamda g'alati his-tuyg'ular bo'ladi. Men shu narsalardan qo'rqaman. Endi men nimaga qo'rqib qoldim bu narsadan? Oldin qo'rqmasdim-ku. Hozir qo'rqib qoldim. Qayerdan keldi menga bu qo'rquv? Bu qo'rquv bilan yursam nima o'zgaradi deb o'ylayman. Bu qo'rquv menga tinchlik beryapti. Illyuziyadagi tinchlik. Bu illyuziya bilasizlarmi nimaligini?
Illyuziya bor narsa ko'ringani bilan yo'q narsa u. U illyuziya. Ya'ni bu qo'rquv menga qanaqadir tinchlik berayotgandek bo'lyapti, bu illyuziya bu. Hech qanaqa menga u tinchlik bera olmaydi bu qo'rquv. Menga faqat bezovtalanish beradi bu qo'rquv. Endi bu qo'rquv bilan yashasam nima o'zgaradi? Yashamasam nima o'zgaradi? Menga bu qo'rquv nima beryapti? Menga tinchlik beryapti, xotirjamlik beryapti. Yo'q, menga tinchlik bermayapti. Meni bezovta qilyapti bu qo'rquv. Nimaga men bu qo'rquvdan ta'sirlanaman? Masalan, hozirgi trevожное расстройство ko'proq ipokondriyaga ulanib qolganda, onkologiya, spiddan qo'rquv, yo gepatit, infeksiya, viruslardan qo'rquv, infarkt, yo insult, qo'rquvlar bular hammasida. Mana shu qo'rquvlarni sizda ildiz otishiga nima sabab bo'lyapti? Nimaga siz o'sha qo'rquvdan qo'rqasiz? O'sha qo'rquv hayotingizda yuz bersa nima o'zgaradi? Nimaga bu qo'rquvni qo'llab-quvvatlaysiz? Hayotingizda o'sha siz qo'rqayotgan narsa sodir bo'lsa nima o'zgaradi? Mana bu juda qiyinroq bo'lgan moment. Tan olish insonni mana shu narsa mana qo'rqayotgan narsam, xuddi kasallik bo'lsin, xuddi o'zgarish bo'lsin, xuddi pulsizlik bo'lsin, xuddi o'lim holatlari bo'lsin. Shu narsa meni hayotimda sodir bo'lsa, menda nima holat bo'ladi? Nima bo'ldiki, men bundan juda ham qattiq qo'rqaman. Hayotimda rostdan shu narsa sodir bo'lsa, men uchun nima u? deb inson o'sha aytganimdek, o'zini anglash, o'zini ochish, ya'ni psixologik proseslarni tashqariga chiqishiga ruxsat beradi inson. Mana shundan keyin исцеление boshlanadi, ya'ni ozodlik boshlanadi. Bu sekin-sekin bu insonda nima o'zgaradi? Bu inson o'zini qo'rquvlarini tanishib, o'zini qo'rquvlari bilan tanishadi, hal qiladi, biladi nima qo'rqayotganini buni, sekin hal qilishni boshlaydi. Keyin ozgina vaqtdan keyin bu insonda onkologiya qo'rqusi yoki o'lim qo'rqusi deylik. O'lim qo'rqusidan qo'rqyotgandi. Endi o'sha o'lim qo'rqusini o'ylasa ham qo'rquv kelmay qo'yadi. Tana javob bermay qo'yadi reaksiyalar bilan. Nimaga? Bu odam xotirjam, bu odam ichki внутренний protsessida bu narsaga qo'rquv yo'q, hech qanaqa. Xavotir yo'q. Miya normal qabul qiladi buni. Siz avtomatizmda o'sha oldingi qo'rqayotgan holatingiz hayotda eshitsangiz ham, hatto ko'rsangiz ham qo'rqmay qo'yasiz o'sha. Mana shu darajaga chiqiladi. Bu faqat sekin-sekin chiqiladi. Sekin-sekin chiqiladi. Bittada bo'lib qolmaydi. Men sразу yolg'onlar bilan to'ldirish niyatim yo'q. Bittada bo'lib qolmaydi, sekin-sekin bo'ladi. Qachon inson ozodlikka erishadi? Ichki ozod, исцеление, внутренний ichki bizani hozir ko'taryapti, bezovta qilyapti. O'sha narsalar qachon butunlay chiqish, ya'ni xalq tilida butunlay chiqib ketish bo'ladi. Qachonki sizlar hozirgi qo'rqayotgan holatinglar, hayotingizda sodir bo'lsa ham, ichingizdan rozi bo'lsanglar, hozirgi qo'rqayotgan protsessinglar hayotingizda rostdan sodir bo'lsa ham, sizlar qo'rqmaydigan vaziyatga chiqsanglar, butunlay tuzalasizlar bu narsadan. Yo'q, menda mumkin emas. Ya'ni yo'q, menda bu narsa sodir bo'lmasin deyapsizlarmi? Значит, hali yaxshi ishlanmagan. Sizlar bilan chuqurroq ishlash kerak hali. Yo'q, mumkin emas deyapsizlarmi? Yoki sizlar tashqarida roziman desanglar ham ichkarida g'alayon bo'lyaptimi? Qanaqadir yurak urib ketishi yo'q. Значит, sizlar hali ishlamayapsizlar. Hali yana chuqurroq ishlashingiz kerak bo'ladi. Mana o'shaning uchun qachon butunlay, ya'ni ozodlik bo'ladi insonda. Qachon исцеление, внутренний ozodlik bo'ladi? Qachonki hozirgi butun qo'rqayotgan holatinglar hayotingizda sodir bo'lsa ham, sizlar qo'rqmaydigan vaziyatgacha chiqqaningizda keyin ozodlik bo'ladi. Ungacha aytganimdek, mas'uliyatni bo'yniga olish, qarorlarni qabul qilish, butun o'zini ustida ishlash, harakat qilish bilan vaqtimiz o'tishi kerak. Endi bu o'zimizga juda katta yordam beradi. Endi bu ishni mutaxassis bilan qilgan yaxshimi, o'zimiz qilgan yaxshimi? Shunaqa kuchli protsesslar borki, внутренний protsesslar bizga yaqinlashtirmaydi miyamiz. Sal yaqinlashtirsak, уже
tanada reaksiyalar paydo bo'ladi. Yurak urib ketishi, oshqozonda og'riqlar, qanaqadir endi va hokazo og'riqlar ham paydo bo'lishi mumkin. Nimaga? Bu juda chuqur o'sha protsess hisoblanadi-da. Mana shunaqa vaziyatlar bo'lsa, o'sha mutaxassis bilan birgalikda qilganingiz yaxshi. Shu narsani tushunadigan, klinik psixologiyadan xabari bor psixolog yo psixoterapevtlar bilan qilganingiz sizga komfortli bo'ladi. Mana hozir masalan meni eshitib, ozgina bo'lsa ham komfort olasizlar-ku, to'g'rimi? Mutaxassis bilan shunaqa komfortliroq bo'ladi sizlarga. Chunki ichkari qo'rquvlarimiz juda ko'p ildiz otib ketgan bo'lsa, biz qiynalamiz uni hal qilishda. Shuning uchun mutaxassis bilan qilgan yaxshiroq bo'ladi bu narsani. Bu degani o'zingiz harakat qilmang demoqchi emasman. Men birinchi atayin mutaxassisni gapirmay, birinchi o'zingizni ustingizda ishlashni gapirdim. Nimaga? Chunki o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak. Endi buni mutaxassis bilan qilganingiz yaxshimi, o'zingizmi? Aytganimdek, juda chuqur protsesslar bor. Siz tanangizda reaksiya beradigan protsesslar bor. Ana o'sha protsesslarni mutaxassis bilan qilganingiz yaxshiroq. Endi hammasi bunaqa emas. Siz o'zingiz juda katta ongingizdagi ishni hal qilib qo'yasiz. Men aytganimdek, yo'l tutingiz, Xudo xolisa, juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Endi hal qila olmayotgan narsangizni o'zingizni qiynamasdan, yo'q, bo'lish kerak, qilaman shu narsani deb o'zingizni qiynamasdan, bir mutaxassis konsultatsiyasi, psixoterapiyasiga yozilib, birgalikda qilganingiz yaxshi. Mana bu komfortliroq bo'ladi sizga. Bu yaxshiroq bo'ladi sizga. O'shaning uchun buni ham aytib o'tib ketishim kerak. Faqat o'zimga qolib ketibdi, значит, faqat bo'ldi, yordam olishim kerak emas degan xulosalarga kelib qolmanglar. Mutaxassisdan yordam olsanglar, bu komfortliroq bo'ladi sizlar uchun. Ya'ni yaxshiroq bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar, yaxshilarda ko'rishaylik, xayr salomat bo'linglar.